Salomat bo'ling, ketdim aka. Tasmin. Aka, salom alaykum. Assalomu alaykum, charchayapsiz? Salomsiz? So'zlar Ro'zayomlar bilan aka. Rahmat, bo'ladi, chetga. Aka, biz xizmat bilan kelgan edik. Aka, lekin qarz berolmaymiz. Sal noto'g'risini qoldik, aka. Shu qarz bergan daftarchangizni ko'rsatsangiz, kimning qarzi ko'proq bo'lsa, aqlli sonimizda bor edi. Bizda ikkita bor edi, aslında mahallamizda. Aha. Bittalari 3 million qarzlari bor ekan. Bular oylikdan oylikka yashashadi, lekin vaqtida berishadi. Mana bularga iloji bo'lsa olib bersanglar, 800 yoki 873 ming. 873 mi? Bundan ko'proqlari bo'lsa ham, lekin masala yo'q, yetimlari bor. Yetimlarga oilalar mashq qiladi. Qanday edi? 9860. Uchta aka. Uchtami? Ha, salomat bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Shunaqa odamni ko'paysin.